Menimcha neft sotadiganlar bularni bozorga kirgizmasa kerak. Ancha neftni o'ldirib yuboradi bu narsa. Suv tekin hamma yoqda bor. Trakka dizelda, elektrda, metanda yurishini tasavvur qila olamiz. Lekin suvda vodorodda yuradigan trakni tasavvur qilib ko'rganmisizlar? To'g'risi men eshitib juda ham hayron qoldim. Videoga bitta like bosib tursanglar, bu trak haqida batafsil sizlarga aytib beraman. Tushunganinglardek, bu trak dizelda emas, vodorod elementi orqali yuradi va o'zidan faqatgina bug' ishlab chiqaradi. Atrofi muhit uchun umuman zarari yo'q. Bu trakka bir marta zapravka qilish bilan 800 km masofa bosib o'tar ekan va zapravka qilish vaqti bo'lsa 20 minut ketar ekan. Dizel traklarga qaraganda ancha toza va jim. Buni sig'imiga keladigan bo'lsa 700 kg vodorod elementi ketadi deb aytishyapti. Motorini ot kuchi bo'lsa 550 dan 770 ot kuchigacha chiqaza olar ekan. Menimcha bu ot kuchi katta traklar uchun ideal deb hisoblayman, to'g'risi. Eng qiziq joyi, buni narxiga keladigan bo'lsa, bu traklar Nikola kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilib, narxi bo'lsa 350 ming atrofida deb berilyapti. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosamiz. Bunaqa traklar kelajakda ommalashadimi yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar?